هذا حبيب الله هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله هذا حبيب الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Mana bu Resulullah programımızın 15. saniyini görüşünlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirlik görürmelerimiz hemmalığa malum boğandak programımız bu güzel mübarek ayının 5'i bilen tabi günkü her günü muşu saatlerde Naq Meydan'dan huzuruna buluvatımız her bir bölümde Resulümüzün şu güzel birbirinden güzel boğan hayatımızga yol başçı bulup, nur bulup, yolumuzni mağdıgan, hayat yolumuzni bizge nurlandırıp berdigan bu güzel ahlaklarını özümüzü özleştiriş için başlatkan programımızda her bölümde bir mavzunu tunuşturup kelivatımız. Bugünkü mavzurumuz inşallah Resulullah ve abroyluklar diyen temada oldu. Bugünkü 15. saniyemiz. Programımızın daimlik mehmini boğan, hemmalığa tunuşup boğan Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği azası davetçi Ustaz Habibullah Kösani'nin teklif kıldık. Aldı bilen kıymetli vaktini çıkarıp kadem teşrif kılganlığı için köp rahmet etmem. Sizlerge muş fırsatını bana yardım berganlar için sizlerge köp rahmet etmem. Rahmet, Allah razı olsun. Kadirlik görürmelerimiz, şimdi biz bir gün bu mübarek ayının 5 tügüce 15'e kep kaldık. 15. günde duruptunuz. Yine gözümüzün yumup açıkça bu aylar ötüp kütüdü. Rabbim bugün gelgece kılgan barlık emellerimiz inşallah bu derslerimiz Resulümüzün ahlakını öğrenmekçi olan her bir sahaya, her bir tabiqideki kişilerge Resulullah'ın kandak muamele kallığını bir kuru söylep ötüldü ve bunun deyken şu ögünüp mağımız bu bizge inşallah tesir kılgan bu için Rabbimden ümit kılımız. Çünkü biz programının 5'i degендek muşundaq bir uluq ayını tepip, muş uluq ayga müyesser bulup ve bunundan mağfiret kılınmay şekilde çıkıp ketken insanın halığı vay degenlerinin katardan bop qanmaslıqını Rabbimden tövençek bilen sorayımız. Şunun için ekran aldı çıkıp duratkan numurlar arkalık sizlerge arkandaq bir mesele sormakçı boğan bir mesele olsa sorusanlar, evet sanlar buldu ya ki telefon kılıp bağlansanlar buludu. Biraz programa kirsek ustaz. Resulullah hem de yüz abroyluklar dedik Resulullah ve yüz abroyluklar. Hem de biz aldı bilen şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cemiyetinin aksakalları olan her cemiyette aksakallar yüz abroyluk kuludun işkildiğen müşündak cemaat erbabları piş kademler buldu hem de. Muşulağa elbette normalde her kandak bir cemiyette bundaq bir cemiyet erbablarına, aksakallarına insan normal tabiitimizde mi? Hürmet köstümüz hem de. Biz İslami bir şekilde Resulümüzge ülge elip kılsak onunla ecir olduğun iş. İnsan tabiiti normal çoğunlarına hürmetleş bozu mu? Bizim bu dinimizge hemen nesini sep durup Resulümüz müşünden kılat edip kığa vaxtıda işinin tabiiti özgüreydi hem de. Onunla ecir Allah tarafından verildiğin işler. Her bir işimizni bunun qarta qilishga buyurilgan musulmonlar bilan üstimiz bilan biz Resulümüz müşündaq yüz abroyliqlarga qandaq muomala qiladi deb bilmaysiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Endi biz şu 10 gün bo'ldi ders qilib kelyapmiz. Mençe mana bu Resulullah dersida Peygamber Aleyhisselam etrafidagi kishilarga qanday muomala qilganligini bayon qilib keldik. Şu derslerin içindeki derste bugünkü dersimiz biz Uygurlarning bugün için pek mühim deb qarayman. Xo'sh. Nimishqa desa biz Uygurlarda bir baş yo'q deb qaqshavatimiz. Masalan, odatda Tibetliklarning dalaylarimiz var. Her bir dünyada her bir adamninki bir milletlerini birleştirelediğin bir mühim şahslar var. Ama biz Uygurlarda hazır hem adam qaqshaydi bizning beşimiz yok, bizning çoğumuz yok deb. Yok mu ya özümüz yo'qitib barmiz mı? Konularda bir gap var, ishan uçmaydı, murtlar uçurdu deb. Shunga o'xshash biz aslida cho'nglarni mundaq hurmatlab, cho'nglarni qanday cho'ng qilish,
cho'nglar qanday cho'ng bo'lish va kichiklar qandoq cho'nglarga hurmat qilish mush masalasida bizda og'ir masala deb qarayman. Biz ichimizda har qanday odam chiqsa, uni chuqum tatlaydigan odam chiqadi. Bu qonuniyat. Ammo qo'g'daydigan bizningki eng xatarli fikrimiz ichidagi cho'nglarni qo'g'damaydigan bir ahvollar bizda. Shuning uchun bugun shu Rasul akram sallallohu alayhi vasallam shu jamiyatimizda Alloh masalan 100 obro'y bu Allohning rizqi bu. Allah shu rizq bergan kishilarga qanday muomala qilishni inshaalloh Rasulullohning hayotidan o'rganamiz. Endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu cho'nglarga muomala qilishda hatto masalan shu kofirlarning ichidan obro'yliq o'tganlarning obro'yini e'tirof qilgan payg'ambar sallam. Musulmon bo'lgandan keyin masalan Abu Sufyan hatto asirganilgan vaqtida cho'ng katta boshlar asirganlarda uning ayrim muomala qilgan. Shunga o'xshash Abu Sufyan masalan Makka fath bo'lganda Abu Sufyan shu Makka fath bilan musulmon bo'ldi. Shu chaqdan payg'ambar alayhisalom Abu Sufyanning yuzi obro'yini qilib, kimki Abu Sufyanning uyiga kirsa, shu odam omon qoladi dedi. Buni Abu Sufyanningki o'rnini payg'ambar alayhisalom saqlab qoldi. Kabe bilan o'xshash tutdi-da. Kimki Baytulloh Kabe'ni ochib olsa omon qoladi, Abu Sufyan uyiga kirib olsa omon qoladi dedi. Hatto o'ylab baxsizlar, kofir vaqtida buning nufuzi va boshliq bir odamni, musulmon bo'lgandan keyin shu nufuzini payg'ambar alayhisalom saqlab qoldi. Shunga o'xshash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu jamiyatdagi mo'tabar kishilarga hurmat qiladi. Ularning so'zini quloq solib astoydil anglaydi. Ularga ishlarni maslahat soladi, maslahatini oladi. Masalan shu qatorda masalan mushu cho'nglarning gapini anglash deganga bir misol keltiray. Masalan Utbat ibn Rabi'a Makka ichidagi eng peshqadam mo'tabar ijtimoiy arbob. Hamda Hamza raziyallohu anhu bilan Umar raziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin musulmonlar kuchayib qoldi. Kuchayib bo'lgandan keyin bu Utbat ibn Rabi'a degan odam bir kunsi mushu Makkadagi cho'nglarning qashig'iga kelib, "Hey Makkaning cho'nglari, peshvolari, agar men ruxsat qilsanglar, berib mash Muhammadga bir chiroyli gap qilay. Balkim gapimni anglab, mashu islom degan dinda voz kechib, ishlar yaxshib ketar, men bir gap qilmayman degan, voy berib gap qil. Voy nima desmi bagina shuningga. Mashu islom degan gapning bizning butimizni sukadigan ishlar bo'lmasa, nima basang birib mushni bir yandog'i degan keyin Utba kelib, payg'ambar alayhisalom qasha keldi, kelib, "Ey tog'amning o'g'li, yo'q nima? Yabni axi deb, qarindishimning o'g'li. Sen mushu islomni olib kelib bizning butlarimizni, bizningki umid orzularimizni yo'q qilyapti. Jamoatimizni biliyapting, u qilding, bu qilding. Endi sen agar maqsading pul bo'lsa, arablarning ichidagi eng boy odam qilib o'tishga men kafolatlik qilay. Pul berayli sana. Agar huquq masalasi bo'lsa, seni arablarga podshoh qilaydi. Agar bir ayol deb qolsang, arabning eng go'zal ayollaridan seni bir evlendirayli. Agar seni bir kasal, ruhiy kasal bo'lib qolsa, davolatayli ish qilib, nima desang shuni qilayli. Mushu bir din degan gapni mushuni qilmasan deb. Ya'ni nurg'un gaplarni qildi. Rasululloh bu dindan voz kechishi asla mumkin emas. Shunaqa, voy bo'ldi qil, ma gapni qilsam, menga aldimi deb payg'ambar sallam. Chunki payg'ambar sallam agar boshlam deb qo'yish bo'ldi qiladi tugaydi gap. Nima uchun? Bu yerda bo'layotgan gap Rasulullohning dindan voz kechishi to'g'riliq bo'layotgan gapdi. U Rasululloh bu dindan bir chivinning qanchalik voz kechishi asla mumkin emas. Bu aniq. Shunda bo'lsa-mu voy san ani qilsaq, mani qilsaq, ani qilsaq deb Rasululloh jimjit o'tirib, butun gap tugagandan keyin ava fariqta ya abal valid dedi. Gapni tugatdingmi? Ey Valid, o yerda hurmat nomi bilan atadi. İsmi Utba buningki. Validning dadisi degan gap arablarda boshqalarni hurmatlasa, palonning dadisi, pustanning dadisi deb chaqirdi-ku. Rasululloh ava fariqta ya abal valid. Abul Valid gaping tugdimi yoki men quloq solyapman gapingga, gapingiz davomlashdi, gaping tugdimi deb anandan keyin ha gapim tugdi deb qanday payg'ambar alayhisolamdan keyin
Hatta dünyanın nimini bilsem ben bu dinden vazgeçmeyim bu vaktin deb. Mişada men hayran qıldı ayırım hem de. Yalıq o bir munç quruq gapni qildi ham Rasulullahga nisbatan o'tib ketgan quruq gap bu. Lekin qanday qildi? Ash adamninki bir jamiyat o'rni va peshqadam bir arbob ekanligini Rasululloh e'tirof qilib, uning hurmatini bildirib, Abu Valid gap qilgan gapini anglayman deb bir munch anglab, yana hurmatsiz bilan ratiya qaytirishi ashlarninki Rasulullohning shu cho'nglarni qanchalik hurmat qildiganligini ko'rsatdi. Biz buni onda nima tushunamizga vaqtida? Yani çoğlarını hürmet kılış. Anadakini yeni ben dedim bu Peygamber Aleyhisselam ıssılı bu bana 35 minut 40 minut vakit verir la. Bu vakit hemen depolamayım. Lakin ben mühim diyene deyim. Peygamber Aleyhisselam 100 abruhlan kandama vakti. Şu katadan 100 abruhlardan kasten bir hatalık ötmeyi, sevelli hata ötüp kalsa keçürüyütüşünü buyuratı Peygamber Aleyhisselam. Mabak mühim cuma. Biz aksicha başlıklarımızın, çoğunlarımızın mükemmel oluşunu talep kılmayız. Üzümüz neyim olsak meyli. Ama din neyin talep kıldı olursa, üzün mükemmel olursa, başkalardan mükemmelliğini talep kılmaysa, başkalarının kemçilikini küçürürse. Bu dinimiz. Mesela Peygamber Aleyhisselam üzü 2 gün, 3 gün iptal kılmayı ulap rozu tutattı. Ama başkalarını çoğu, siz bunda kımanlar, bunda kılamayıslar deydi. Resulullah keçisi putu kapırıp ketkiçi namaz okuydu, başkalarını çoğu. Küçük yetkici ibadet kıldıydı. Biz asıl İslam dininde takamulluğunu üzümüzde izlemiz. Üzümüzünü mükemmelleştiriş köngül verimiz. Başkalarının takamulluğunu izlemeyimiz. Bizim vaziyetimiz başkalarının kemçiligini, kusurlarını keçirip etiş. Mesela Peygamber Aleyhisselam ne deydi? Ayşe Hanımız deydi o. Kâlen Nebi Aleyhissalatu vesselam Akilu zevil hayat asaratihim illel hudud deydi. Muşu abroyluk kişilerinin şeriatның başı had kildiğan yani en çoğun cinayeti bulmay qap qalsa yani yoki andaq yaqmandaq xatolikni kechirib o'tinglar dedi Peygamber Aleyhisselam. Bu biz Uyg'urlar degan gap tamam o. Biz o'zimizning cho'nglarga lopaynak bilan qaraymiz shundoq. Lopaynak bilan. Neda xatolik? Neda xatolik? Min qatim yaxshilik qilsa, bu yaxshiligini deb selishga tilimiz bo'lmaydi. Bir qatim xatolik qilsa, hammamiz tang harakat ketib, xolisan livajhillah bu yomonligini taqitimiz endi. Shuning uchun bizni cho'nglar chiqmaydi. Va shundaqlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishilarga alohida hurmat bildirdi. Xo'sh. Abro'li kishilarga. Masalan, shu qatordan Jabr ibn Abdullah radhiyallohu anhu shundaq deydi. Bir kunsi Jarir ibn Abdullah Payg'ambar alayhisalom qashiga keldi. Bu o'z qabilasidagi qabila boshlig'i deydi. O'shan kelgandan keyin hech kim uningga hammadan Rasulullohning qashida o'ltirib, Rasulullohning yaqin o'ltirishni orzu qildi-da, hech kim urinib chiqmadi deydi. Xo'sh. O'shan Payg'ambar alayhisalom yepinib o'ltirgan yepinchisini uchistun elib, "Hey Jarir, maningda o'ltir" deb tashlab berdi deydi. O'shan u zot Rasulullohning yepinchisini elib, ko'ziga, yuziga surkab, "Men qilgan hurmatingga, men qanchalik hurmat qilmasang ya Rasululloh, Alloh senga shunday bir hurmatli qilsin" deb Rasulullohning dimsig'ida atib qo'ydi deydi. Bu yerda nima chiqdi desa, Rasululloh boshqa odamlar aloqa jamiyatda o'rni va ya'ni obro'li kishilarni naqadar Payg'ambar alayhisalom hurmatlaydiganlik. Bu vaqt hadisim bor. Masalan, Payg'ambar alayhisalom "Men kana yu'minu billahi val yawmil akhir fa iza ataakum karimu qawmin falyukrimu" deydi. Alloh iymon etsanglar, oxirat iymon etsanglar, bir qavmning obro'li kishilari kelsa, buning hurmatini qilinglar deydi. Qiyomatga oxiratga iymon etsang, obro'li kishilar kelsa, uning hurmatini qilsin deydi. Demek biz hozir ajoyib bir ahvol bordi. Bu bo'libmi yoshlarda, bo'libmi aslan masalan o'zini shu islomga mansub deb qaraydigan, o'zini taqvo deb qaraydigan, ammo cho'nglarga shunda hurmatsizlik qildigan, obro'li kishilarga hurmatsizlik qildigan, olimlarga hurmatsizlik qildigan, ko'z qilmaydigan bu ish Uyg'urlarda haqiqatan ayqiramdi. Bu to'g'ri emas. Bo'libmi chet elda, vatanda haqiqatan vatan yaxshi deb o'ylaydi. Bak hurmatlaydi. Bu chet elda bu ish bak eg'ir. Şunun qarindoshlarimiz Allah haqqi uchun buni bir to'g'ri pozitsiyada bo'lish kerak ekan. Xo'sh, endi biz Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamningki bu 100 obro'liq jamiyatda o'rni va bu jamoat peshqadamlar bu kishilarga qanday muomala qilganligini o'rganish orqali musulmonlarning mana shunday qilish kerak ekanligini, hatto eng oxirgi so'zlagan hadislardan bilan Allohga va oxirat kuniga ishongan kishi 100 obro'liq bilan ishlab hurmat qilsin degan.
Bu biz yeterlik ular qanday muomala qilish kerakligimizni bildirgan bo'ldi. Ham bu jamiyatda bir insonning o'rni bo'lishi, nurg'un ishlarning qo'lidan keladigan mana yuz obro'liq bo'lishi albatta Allohning uningga ato qilgan rizqi bo'lish bilan birga, uning uchun bir sinoq imtihoni. Buning bir xuddi boy haqqini bergandek, ilmdor o'zining ilmidan haqqini uni ado qilishi majburiyati bo'lgandek, bu obro'liq, yuz obro'liq kishilarning mas'uliyati. Mas'uliyati yuz obro'ning zakati. Xo'sh, endi Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha deydi. Allohning sizlarga bergan ne'matlarini sanab bo'lolmaysizlar. Bu yuz obro'ymi Alloh subhanahu va taoloning bizga bergan ne'mati. Chunki yuz obro'yni men bir yuz obro'y qazna, yuz obro'yni tallo bozorda sotmaydi. Bu bir Alloh bergan ne'mat. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yuz obro'y berganlar, Alloh subhanahu va taolo bir kishilar orasida e'tibor berganlarning haqiqatan bir majburiyati bo'ldi. Bu bizda yo'qlab qolgan bir farzand bu. Ya'ni yuz obro'yning zakati, yuz obro'yning zakati deylamda. Bizda xuddi berilmayotgan bir zakat bu. Tamam. Shundan İmam Shafiy rahmatullohi alayhi shunday deydi. Xuddi pul molning zakati bo'lgandekmi? Yuz obro'yning zakati bor deydi. Xo'sh. Buni qanday qilish kerak desa, bu yuz obro'yni shu musulmonlarning hojatini ravo qilish uchun, musulmonlarning o'zaro bir-birini isloh qilish uchun, bir yaxshilik qilish uchun chuqur ishiltish kerak. Yuz obro'ni. Hozir biz bunday qilib neymiş qilsak yuz obro'yni tushib ketamiga hech kimni ishlatmay yuz obro'yni menda tutib turgan ish yo'q deydi. Sen Alloh yuz obro'y bersa, bu Allohning bergan ne'mati, buning zakatini araydi deydi. Zakat qanday bo'ldi desa, shu musulmonlarning masalan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Yani bir odamningki bir musulmonning qiyinchiligidan shu musulmonni nafas oldirib qo'ysa degan gap, shu qiyinchilikni hal qilib bersa, bir insonning shu dunyodagi qiyinchilikni hal qilib bersa, qiyomat kunsi Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunsi uning qiyinchiligini hal qilib turdi deydi. Bu kim o degan chog'da mana shunday qo'ldan azbaz bir musulmonga yordam berish keladigan odamlarga qartilgan bir hadis bu. Endi masalan ba'zi odamlarningki yuz obro'yi bo'ldi. Pul bilan qilmaydigan ishni bir ikki og'iz gap bilan qilaydi odamda. Shuning uchun yuz obro'y bu odamlarning musulmonlarga qarata bir majburiyati bor. Bu majburiyatni his qilish kerak. Shuni İmam Shafiy rahmatullohi alayhi degandek, bu yuz obro'yning zakati bor. Zakati musulmonlarga yordam qilish, musulmonlarning qiyinchiligini hal qilish. Masalan Ali radhiyallohu anhu shunday deydi. İlimning zakati ilmni nashr qilish va amal qilish deydi. Yuz obro'yning zakati musulmonlarga yordam qilish deydi. Yuz obro'ying orqali obro'yingni, nufuzingni, jamiyatdagi o'rningni ish qilib, musulmonlarningki hojatidan chiqish deydi. Xo'sh. Hamda shuning uchun Qur'oni Karimda man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha deydi. Bir odamga yaxshilik ishda shafaat qilsa deydi. Shafaat qilish degan gap shu. Endi yuz obro'yni ishiltib bir odamga yaxshilik qilish. Shundaymi? Masalan, bir bola bir xizmatga o'rinlashmoqchi. Lekin u olni hech kim tunimaydi. Sizning ishlatadigan odam xo'jayinda yuz obro'ylar bor ekan. Shuning yuz obro'yni ishiltib, "Men tunima ishlatsang bo'ladi, yaxshi bola" desan, yakul lahu nasib, ashning shuningga bir ajr bo'ldi deydi, savob bo'ldi deydi. Şu ölmalar mesela yuz obro'yni ishiltib, kishilarga yordam qilganlikni yaxshi shafaat qilganlik. Mashhur oyatdagi "Men yashfa shafa'atan hasana", yaxshi shafaat deb deganlik mushu bo'ldi deb shuna degan. Shun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishfa'u tu'jaru deydi. Sizlar yuz obro'liq kishilar boshqalarga shafaat qilinglar degan gap, yuz obro'yni bir qo'llanib boshqalarga yordam qilinglar degan gap. Ashta qilsanglar, sizlarga Alloh subhanahu va taolo ajr berdi degan. Xo'sh. Endi hadis sharifda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam deydi, sizlar mishad bir hadis va har qanday bir musulmon anglaydigan bir hadis. Ahabbun nas ilallohi anfa'uhum linnas deydi. Alloh eng yaxshi ko'radigan inson, insonga eng foydasi yetgan inson deydi. Tamam? Yuz obro'yning shu foydasi. Ve ahabbul ilallah, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim deydi. Allah en yaxshi ko'radigan savobli ish musulmonning qalbiga xo'shallik bag'ishlash.
yoki uning bir dardini av takshibu anhu kurbatan, uningdan bir mushaqqatni ko'tarib yetsa, av tatrudu anhu ju'an, yoki uningki qo'sg'in to'yg'izib qo'ysa, ya'ni ochliqni qo'g'laysa, ya'ni qo'sg'in to'yg'izib qo'ysa, yoki qazin to'lab qo'ysa deydi. Bir musulmon qarindishimning hojatidan chiqish masjidda itkob qilishdan yaxshi deydi. Biz Ramazonda ba'zi odamlar bor, Ramazonda ish qilmay, yetib Qur'on o'qib, ibodat qilamiz deydi. Yo'q. Men Ramazonda musulmonning ehtiyojini chiqsa, oshvoz qo'shiq tamoq bersa, dadvoz dadini chiqsa, millatga mazlum millat uchun Ramazonda eng xizmat qilib oldigan, puling bilan, aqling bilan, kuching bilan xizmat qildigan o. Ma'ni bular insonlar buni tushunmay, Ramazonda uydan chiqmay, jimmidi yetib, tilpullari unda emas. Yani en Allah yaxshi ko'radigan inson, musulmonlarga eng manfaat etgan inson, Allah en yaxshi ko'radigan savobli ish musulmonlarning qalbiga xo'shallik bag'ishlash. Bu xo'shallik bag'ishlash nima bilan bo'ldi desa, ya qo'shiq ashvoz qo'shiqni to'yg'izsa, biror ehtiyoj bo'lsa, ehtiyojini chiqsa, masjidga kirib itkob qilib olganida ma'vo yaxshi deydi. Tamam? Yoki va man kaffa g'adab bo'lsa, ya'ni bir musulmonlar seni xafa qilgan bo'lsa, ochchig'ini o'zing tutib olsa deydi. Bu en Allah yaxshi ko'rgan ish deydi. Him birsi shunda ama demak endi mushu yuz obro'yini qilgan odamlar mana mushunda qilish orqali zakatini berish kerak. Bu yuz obro'li kishilarning majburiyati. Yuz obro'yining chuqum zakati bor. Pulga zakat bo'lgandek yuz obro'yining zakati bor. Rahmatim, mushu musulmonlarninki, bizlarninki, xalqninki mushu yuz obro'yliqlarga nisbatan bularga qarata mas'uliyat nima? Ularning mas'uliyati bu. Albatta. Albatta bu yuz obro'yliq degan vaqtimizda faqat jamiyat o'rni va oqsoqol bundan mo'ysifat qayri odamlarni o'ylab qolmaslik kerak. Jamiyatda uni yoshim bo'ldi, ham ma'lum bir idora organda qo'ldan bir ish qiladigan odamlar bo'lishi mumkin. Har xil sohada insonlar manfaat yetkazadigan bir o'rinda bo'lgan kishilarning hammasini o'z ichiga oldigan bu narsa. Hamda xalq bularga nisbatan qanday bir ma'no qilish kerak? Hamda bu insonlar yuz obro'yi qanday erishadi? Yuz obro'yi bekor kelib qolmaydi. Shu insonning tirishchanligi, masalan, boy bo'lsa, saxovat, ko'p saxovat qilish orqali yuz obro'yi topadi. Agar bexil bo'lsa, qo'ya, undaq bexil bayni deb hech kim ko'zga ilmaydi. Shunaqmi? Qanday kishilar inson obro'y topdi bo'lsa, musulmonlarga xizmat qilish bilan, xolisona ish izlari bilan, ya'ni cho'qim o'zining tirishchanligi bilan yuz obro'y topadi bu. Bekor kelib qolmaydi yuz obro'y. Ya japatat o'qib, ilm bilan insonlarga xizmat qilish orqali topadi yuz obro'yni. Unda bo'lgandan keyin buning qartab boshqa bizning majburiyatimiz oldi bilan shularningki ortiqchiligini e'tirof qilish. Qadr qimmatini bilish va ularni inkor qilmaslik. Bu bak nima uchun? Bizda mana inkorchilik. Hammamiz o'zimiznikini rastlaymiz. Men o'qigan emas, o'qimaganimiz bekor, mujohiddan boshqasi bekor, pul topgan pul, ya unda emas. Bu dunyo sil bizdan jiq cho'ng dunyo. Bu dunyoning butun ishlari men yolg'iz yoki sal yoki o'qib o'g'lamaydi. Dinning xizmatim shu, davlatning, millatning xizmatim shu. Hammamiz o'zimizga tushliq Alloh bergan ortiqchalarimizni joriy qildirib bu din uchun xizmat qilamiz. Ammo bizlarda davomli inkor qildigan. Burunqilarni inkor qildigan bir xatolik, balki menda bir necha qatam shu sodir bo'lgandi. Alloh subhanahu taolodan bir kechirim uchun so'rayman, bundan undaq bo'lmaslikka tirishman. Mushu davomliqlam keyindan kelganlar burunqilarni inkor qilish. Asli boshqalarga nisbatan, burun o'tkilarga nisbatan bizda bunda bir g'um bunda bilan saqlanmaslik kerak-ku. Balki ularningki alohidligini, yaxshiligini e'tirof qilib, kamchiligini kumbitishimiz kerak. Yoki undan ibrat olishimiz kerak. Ammo hozir bizning mana shu Uyg'urlarning ahvoliga qarab baxslar. Bugun bir tashkilot qursa, burungi tashkilotlarni hammasini jam vaqti, qo'saq vaqti, kerak kamaydi, men aniq qilib o'tmayman degan. U 4 kundan keyin qarsa, uningizga 21 kelib tillayotgan, o'xshashli bir gap. Unda emas. Biz boshqalarning ortiqchiligini e'tirof qilishimiz kerak. Masalan, hozir shu ismi olsam, endi ba'zi ismi og'im kelmaydi. Ba'zi odamlar va nurg'un vatan, dinimiz, millatimiz uchun yaxshiliklarni qildi. Hozir endi ba'zi xatolarni o'tkazib qo'yguncha uni tillab yo'q qilib atdik. Hozirmi shu yangi bir tashkilot qurib, voy burun qil degandan jon biqib ekan, voy mustaqil demabdi ekan, uni qilib ekan, biz anda qilamiz deydi. Hey, sen boshqalarning dulusiga dastlab o'g'izga chiqmasang chiqamamsan sen. Ya'ni bu eng nachar odam boshqalarni yiqitib o'tib,
Dümbüsüge dastlab ögüzgü chiqqan adamni eng nachar adam deymiz. Bingsingga tayinib, maharatingga tayinib, kuchingga tayinib chiqib ögüzgü degan yuqoriga chiqmoqchi bo'lsang. Biz davomli chiqmoqchi bo'lsak, ash oldimizdagi odamning dulisiga dastlab shuni patur etib chiqaman deymiz. Bu millat uchun qilgan qattiq bir ziyonkashlik uchun. Bu birinchi bizningki majburiyatimiz. İkincisi mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu abroyluq kişilerini devamlılık şularının abroyu qarta muamele kılattı. Mesela Şihab ibn İbad degan kişi şundaq deydi. Abdul Qays kabilesinden bir ümek keldi, Peygamber sallam qaşığı keldi deydi. Şunun bilan ular kelib Peygamber sallam qaşığı keldik, Peygamber sallam qaşığı kelib o'ltirib ahval so'rashgandan keyin Peygamber sallam ichinglarda cho'ng kim o peshqadam kim o deganda biz shuning bilan cho'ngimizni ko'rsatib qo'ydik deydi. Munzir ibn Ayiz degan cho'ngni ko'rsatsak, Peygamber alayhisalom Munzirni chaqatib, yennidan o'rin berib, ya'ni to'da o'rin berib o'rtag'izda deydi. Mana bizning majburiyatimiz bu. Endi o'ylab baqsizlar. Masalan, shu bizda dedik boy chiqsa boyni bir narsa deb yo'q qilyapmiz. Ahli ilmlarimizni uni deb buni deb tatlab yo'q qilyapmiz. Buning natijasi nima bo'ldi? Natijasi nima bo'ldi? Masalan, bir istisnosini deb qo'yay. Mush 99 qotilni o'ldirgan bir odam bir nayt taqvo nodondan fatvo so'rdi berib. Men 99 odamni o'tdim. Men tövbamı debdi, voy qag'ishdak 99 odamni o'ldirib tövbe odamsa deb xato fatvoni berdi, unda 100 qilib deb uni o'ldirdi shunami? 100 bo'ldimi? Şulan bir alimni qaşığı kelib, alimdan so'rabdi, to'g'ri yo'lni ko'rsatdi, hem tövbe qildi, hem qotillik shu yerda tugdi. Agar bir alim bo'lmasa, ayında xato yo'li boshlagan bo'lsa, odam yine nechini o'ldirib yerda. To'g'ri. Chunki kim bo'pti, men o'tirsam bo'lgan joyga o'tiraveray deb. Ondan keyin odam tövbening yo'lini topolmay, balki do'zaxga bo'lib ketdi. Alim onu to'g'ri yo'lga boshlab, qotillikni oyoqlashtirdi, ikkinchisi odamni oxirida jannatga kirishga sabab bo'ldi. Yani o'ylab baqsa, alim bo'lmasa nima bo'ldi ekan bu dunyo? Biz-chu desa, ichimizdan chiqqan olimlarni mana shu lopaynak bilan qaraymiz, ularni sistimiz, tugmichilik yomon ish bo'lsa, tugida qilib taqtimiz. Bütün yaxshiliklarga ko'zni yummiz. Masalan, men sizlarga hozir gapirdim. Hozir bizning darsimiz 45 minut bo'ladi shunami? 45 minut darsda 2 yerda bir xatolik so'zlasam, men inson ya, insonman, men xatolishman. 43 minutni hammasini unutdimda. 43 minutni ko'rib, 42 minutda insonkan, ya menda demakchi bo'lgan deb to'g'rilab tushunish asli bir musulmonning sifati bu. Ammo biz qanday qilmaymiz desa, bir odam 1 soat gap qilib, bir gap xato kelsa, bir gap tutilib, 1 soat namasini. Bir odam bir kitob yozib, 2 yerda xatolasa kitob namasini bekor. Oy, nima bu? Qanday noinsofchilik? 98% nakatdesining insonning shunday inson bor. Şunun için qarindoshlarimiz, bizning vazifamiz cho'nglarni qo'g'dash. Cho'nglarni qo'g'dash va ularning obro'yini saqlab qolish, hatto ularni, masalan, ularni yiqitib ularni yo'q qilib olsak, biz butun millat ziyon tortamiz endi. Ulamolar xatolashganda qanday muomala bo'lishimiz kerakligiga javob beryaptilar. Bunun neticesi bek yaman buldu. Bek neticesi için iş oldu. Şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem salasun la yestahiffu bihim illa münafık dedi. 3 adamlar var. Bunu münafıktan başka adam köz kılmayı kalmaydı. Münafık köz kılmaydı. Bunu 3 adam var. Bunu köz kılmayı münafık dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle baksana. Birincisi sakalı aqagan muhsibet kişi dedi. Bundaklarını mesxir qilgan ko'z ilmaganlar munofiq deydi Peygamber. İkincisi, yani bu qanday aqaqata zu shaybin fil islom deydi. Yani musulmon saqal aqagan bir adam buni hurmatli. İkincisi zul ilmi deydi. İlim ehli deydi. İlim ehli dedi, mayli dini ilim ehli olsun, mayli fanni ilim ehli olsun, ilim ehli bo'lsa, buni munofiqdan boshqa adam mesxir qilmaydi deydi. Üçüncüsü adil başlık deydi. Yani Müslüman bolsan adil başlıkni, ilim ehlini ve
mo'ysifat kishilarni hurmat qilsa, hurmat qilmasang sen munofiq deb payg'ambar alayhisalom. O'ylab baslar yani. Shuning uchun bizning majburiyatimiz bu kishilarimizni qo'g'dash. Men eng ichinishli mayli ularni haqoratlaydi, ularni tillaydi, bu bo'lgan ish. Lekin qo'g'dimaslik masalasi shu. Qo'g'dimaslik. Hatto men hayron qalinman millatga juma. Jihad qilib xalbiyaligicha bora olamiz. Bizning Sobit Damullam Osman xalifaligi tugab, tunjulib islom davlatini qurgan bir odam haqoratlandi. Ma millat uning binas demadi. Ma Uyg'urlarning bir islom bayrog'ida oy shakli va bir bayroq haqoratlansa, millat igi chiqmaydi juma mana. Biz Uyg'urlar tövbe qilishimiz kerak. O'zimizning cho'nglari, o'zimizningki peshqadamlari haqoratlansa, uni qarab kulib o'ltasak, dal shayton biz. Holimiz mushunda bo'ladi. Allah subhanahu va taolo bizni osmondan tushirib bermaydi. İçimizden chiqardi. Allah payg'ambarlarni insonlarning ichidan chiqargan. Biz cho'qim cho'nglarimizning yaxshilik 60%, 70% yaxshilik bo'lsa bizga yetib oshadi. 30% xatoligini singdirishimiz, hazm qilishimiz va buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Chunki mukammallik, takomillik Allohga xos. Allohga xos. Mushunda bo'lgan vaqtida andaki biz masalan cho'nglarimizning peshqadamlarining keynimizda turib biz ularni qo'llab bersak, ular taraqqiy qildi, tahim ruhlanib, tahim oldi qarab mangdi. O'ylab baqslar. Yani sen bir millet için bir adam bir işini kılıvasa sen de xonur qo'yib, ha yaxshi qilyapti emas. Bizning majburiyatimiz ularni qo'g'dash. Bu bizning diniy majburiyatimiz. Şu Allah subhanahu va taolo mushu yuzi obro'li kishilarga qanday muomala qilamiz degan darsimizdagi mush nuqtani bir musulmonlar yaxshi tushunsa, o'zining cho'nglariga, peshqadamlariga, siyosiy doiralarga igi chiqib, uning keyinda mazmut turib, uni qo'g'dab, uni qo'g'diganlik chunki boshsiz millat o'lik jasadga o'xshaydi. U beshingni qo'g'dimasang, beshingni azdirvatsang, sening gavdan haqqancha yug'an bo'lsin, nima bo'lsin hech nima kerak kelmaydi. Shoma Uyg'urlar bizde bir kumandan çıkmadı, bizni birleşik adam çıkmadı emas, çıqqanni qo'g'dayolmadik. Buni demoqchi bo'lganimiz shu. Shunda parcha holatda sizlar chiqqanmi? Asli chiqdi, chiqqan, lekin qo'g'dayolmaqlik. Men dedim-ku, bu bir millatning boshlig'i shu millatga qartaroq chiqdi. Masalan, Sadin shunqar tug'ilmaydi. Sadin sa tug'iladi. Tamam? O sen üzen bir gap aya Ali radhiyallohu anh'ın qashiga birisi keldi. Birisi kelib Ömer radhiyallohu anh'ın davrida bundaq bir pishni basatmi yo'qdi, noat yaxshidi, andaqdi, mandaqdi, sening davring kelib bu pishni basatadi, bo'ldi desa. Chunki Ömer radhiyallohu anh'ın davridagi xalifa Ömer'te puhra mentim. Mening davrimda xalifa men puhra sen bo'lganlikni mushta bo'ldi dedi. Biz o'zimizmi hammamiz o'zimizga talab qo'yaylik. Allah'tan üzümüzden sonra kılaylı. Dinimizde hakkını hesap al diyen gap yok. Hakkı hesabını Allah alıyordu. Üzümüzde hesap alın. Hasibu anfusakum qablen. Sen üzerinden hesap al. Tamam mı? Hem de üzümüzde dedim ki üzümüzün ki takamüllüğünden karımız yok. Başkalarının takamülü perçülüş ölçemini koyalımız. Küçükçe bir insan bu başlıklarının çoğunlarının insan ihtiyarlığı isimizden çıkartması oldu. 60% olsa 40%'ni göz yumuşumuz gerek. Bu mesela bizim içimizden mengo kumandan çıkmaydı. O milletin yetaklep menguatımız devatkan bu başlıklar 60'a teşkilatını kurup milletini parçalayıp жүрсе. Demek, hazır nimiş açta oldu desler? Başkalarını inkar kılış. Oy akımıganı men kılıvatmadı ama bizning millet hemmesi ittifaqlıqdan da'vo qildi. Oy ittifaqlıq. Qanday ittifaqlıqni eng ittifaqlıqni mandaqçı ba'zi odamlar chiqib burun tashkilot qurib jon baqdi. Voy uni qilib biz unda qilmaymiz. Asli o'zi shuni qilib jon baqmoqchi hozir. Çünkü menden o inkarçılık. Teşkilatlar köp buluş men ensar etmeydi ama hemkarlaşanmaslık men ensar tutu. Muş hemkarlaşını halımıgan teşkilatının hemmesi canbaq teşkilat. Ama nima üçün? Teşkilat nima üçün kuruldu? Dinning milletning hizmeti üçün kuruldu. Şuna ko. Unda olgandan keyin sil bir teşkilat kurup milletning hizmetini qilsa, demek men qilmoqchi bo'lgan xizmatni qillar, Allah razı olsun deyishim kerak. To'g'ri, sil xatoliklar. Ama bunda qarashimiz kerak. 60% yaxshi kalla, 40% kechirib o'tishim kerak. Ama 40% to'g'ri qilib, 60% xato qilsa, qarindishim to'xta deyishimiz kerak.
Şunçular nurgun yaxşını qilsa ko'zimizni yum belab Payg'ambar alayhisalom deydi. Sen eng nachar qo'shni deb beraymi deydi Payg'ambar alayhisalom. Eng nachar qo'shni yaxshiligingni ko'plab etadigan, yomonligingni haqlarga chiqib so'zlaydigan qo'shni eng nachar qo'shni deydi. Ondan nachar qo'shni bo'lmaydi. Yaxshi qilsam, o yaxshi qilgan, 1 2 3 4 5 yaxshini qilgan, ammo 6-chi xatolashdi. Buni qanday qilishimiz kerak? Asta uyga berib qarindishim, mash ish xatoda qildi. Buning sababi nima? Anında aldılar düşünüşümüz gerek. İkincisi hatalaşkan bolsa, ma hata qildi, to'g'ri qilaylik qarindishim. Men nima qilib bersam, ma ish to'g'ri qilmadi. U berib lam, o voy xato qilib atdi, u vaqirab, xuddi Facebook chiqib, o to'lash degandan keyin riyoxorlikda boshlansin. Chunki nasihatga maxfiy bo'ldi. Bir odam Facebook ne qilam nasihat qilsa, demak bu riyoxor bu. Nasihat ham Facebook qilmaymiz, uni chiqib lam andaq mandaq deb. Andan davomli qilib boshqalarni inkorchilik. Çünkü inkar qanday boshqalarning xizmatidan inkar qilganlik shu odamning o'zini ko'zitish o'rnatganlikning eng obrazli ifodasi. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. İnşallah bu sifatlarimizni, bu yomon xuylarimizni o'zgartirishga muyassar qilsin Rabbim. Shuning uchun bu darslarni qilyapmiz. Rasulullohning shu muomalasini, tutgan pozitsiyasini o'rganib, aldilar o'zimdan boshlab hammamiz Şu Resulullah'ınki çoğunluğa tutkan pozisiyasını özümüzü ulgu qilaylik deb mushtarsini qilyapmiz inshaalloh. Oxirida qisqa bir şekilde junub hali tutib ro'za tutishning hukmi nima degan savolimiz. Junub turib, masalan, inson g'usli vojib bo'lgan ish bo'ldi, ya ayoliga yaqinlashdi yoki shayton atlab qoldi shunami? Ihtilom bo'lib qoldi. Ihtilom bo'lib qoldi. Bunday chog'da zo'liqni masalan bu ish zo'liq bilan taqishib qolsa, agar junub zo'liq yemendegicha zo'liqni vaqti chiqib qoldigan shub qolsa, zo'liqni yap bo'lib, ro'zani tutib bo'lib, undan keyin bomdat namozini o'qishdan burun juyinib ro'za tutsa bo'laverdi. Bu juyinish kerak. Ro'zaninki ado bo'lish uchun poklik shart emas, ya'ni junub bo'lsa-mu ro'za bo'laverdi. Lekin namoz o'qish uchun chuqur juyinish kerak-ku. Ba'zi uxlab qolib tong atqanda qopdi masalan. Tong atqanda qopdi masalan, namoz o'tib ketdi. Masalan, junub holatda tong atqanda qopsa-mu, ro'zaga niyat qilib tutaversa bo'ldi. Ya'ni junublik ro'zaga ta'sir ko'rsatmaydi. Ko'pga rahmat inshaalloh. Endi bu vaqtda hadis bor, bir devta hadis namda. Bir odam kelib Oysha roziyallohu anha deydi, bir odam kelib, "Ya Rasululloh, men junub holatda ro'za tutib qolaman. Shu namoz vaqti keldi, qanday qilmay debdi payg'ambar alayhisalom. Men mashtaq bo'lmaydi payg'ambar alayhisalom. Men mashtaq o'ga ahvolim bor dedi. Ya'ni men bu junub holatda bo'laman. Shu bilan zo'liqni yavilib, ro'zani tutib olib, mashtaq qilgan mendan bo'ladi degan. O Rasululloh unda bo'lgan bilan siz degan payg'ambar Alloh sizning burunqi gunohlarni kechirayotgan. Biz chatoq qanday qilamiz degan chaqda payg'ambar alayhisalom nima dedi? Men hammanglardan bak Allohdan qo'rqaman. Hammanglardan men taqvo. Shunda turib men bunaman. Ya'ni degan hech qanday ish yo'q, bu ayb ish emas u. Ro'zani tutaversa, namoz o'qish uchun juyinsa degan Imom Muslim Abu Dawud naql qilgan hadis sharifda payg'ambar alayhisalom shunday degan. Shuning uchun ya'ni junub bilan ro'zaning ishini taqishib qolgan yer yo'q. Ko'pga rahmat inshaalloh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib vaqt e'tibor bilan yana programmamiz to'shib qoldi. İnşallah atiki programımızda Allah ömür basi ko'rishguncha sizlarni Cenab-ı Allah topshiramiz. Ijobatlik duolarlarda bu güzel minutlarda, aylarda bizler için hem dua qilishinglarni tuanchilik bilan so'raymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسير